Men tushunmayman-da, erga tegmagan dugonalaringni er haqida maslahat so'rab yurasanlar. Men borman-ku. SMS keldi, sразу javob beraymi? Yozma, ozgina qiynalsin, qadring baland bo'ladi. Voy, menga ham yozdi. Men ham yozmay-a? Sen yoz, sen hozir yoz. Yo'qotib qo'yishing mumkin. Uning o'zi necha pul oladi? No, где-то 2000. Voy, yetmaydi, nimenga yetqizasan uni? Mana bola puli ham undan ko'p-ku. Ha, meniki 4,5 million va kreditlari bor. Ha, bo'ladi. Odam 2 million oylik yashayapti. Nima xohlayapsan? Aytgancha bizlar ularni uydagilari bilan to'ydan keyin faqat bir oy yashaymiz, keyin отдельно chiqib ketamiz. Va qanaqa bir oyda ajrashib peshonamga kelasan, sraz отдельно chiqqan. Aman, qaynonam bilan yashirkanman-da, yana 5 ta o'g'lim bor, plus 2 ta qaynagachim bor ekan. Voy, muncha zo'r, hali opa singil bo'lib ketasizlar. Bo'pti, men ketdim uchrashuvga. Men qara, odam sharmanda qilib yana saboy ko'tarib kelmagan. Ketidan suv sifat. Gulzoda opa, to'xtang. Indiraning yigiti bo'lmaydi-yu. Nima uchun maqtab tashladingiz? O'zbegimning qoidasi bor. Opadan oldin singil erga tegishga haqqi yo'q. Sen ham yo'lni ochilsin.